Xo'p, agar siz mana shu gapiryapgan gapingizda sodiq bo'ladigan bo'lsangiz, bizga dalil olib keling. Agar kazzoblardan bo'lmasangiz, qul hatu burhanukum in kuntum sodiqin. Payg'ambarlar haqida yawma yunadihim fayaqulu maza ajabtumul mursalin. Alloh azza va jalla bizdan qiyomat kunida so'rayaptiki, men sizlarga yuborgan payg'ambarlarimga qanaqa ijobat qildinglar, qanaqa ergashdinglar? Shu payg'ambar aytgan narsaga ergashdinglarmi? Orqasidan yurdinglarmi? Yoki shayxinglarni, ustozinglarni, ha? Bir ustoz borlar, o'zimizni ahlilar ustoz Solixon domla, hammanglar tanisanglar kerak. Bu inson bilan suhbatlashib qolganda endi ko'p ko'rishib turamiz. Bu inson aytayotdilarki, "Men shajara qilyapman ustoz, shunaqa narsa yo'nalishda yuribman, shuni ilmidaman. Sizga ham qilib beraylik" desam, "Men shajara oxiratda so'ralmaydi deb yurardim" dedi. "Men shajara oxiratda so'ralmaydi deb yurardim" dedi. Men aytdim, "Nima deb o'ylaysiz? Bu dunyodagi tanish bilishdan oxiratdagi tanish bilish kuchlimi? Qaysi biri?" desam, "Men tushundim sizni, bo'lmasa shajaramizni qilib bering menga." Innal hamdalillah nahmaduhu va nusolli ala rasulil karim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mo'min musulmon birodar, aka ukalar. Mana bu kishi aytayaptiki, Solixon domla bilan gaplashganlarida shajara haqida ish boshladim. Desalar, Solixon domla men shajara haqida so'ralmaydi deb o'ylabman debdilar. Bu kishi keyin sizga qiyomatdagi do'st yaxshimi, bu dunyodagi do'st yaxshimi deganlarida, unda menga ham bir shajara tayyorlang debdilar. Go'yoki o'shancha ilm o'qigan, ko'p narsani biladigan Solixon domla shajarasi haqida qiyomatda so'ralishligini bilmagan ekan. Lekin bu bloger akamiz qaydandir bilib qoptilar. Xo'p, agar siz mana shu gapiryapgan gapingizda sodiq bo'ladigan bo'lsangiz, bizga dalil olib keling. Agar kazzoblardan bo'lmasangiz, qul hatu burhanukum in kuntum sodiqin. Agar dalil olib kela olmaydigan bo'lsangiz, chiqib tavbangizni qiling. Gapirgan xato gaplaringizni insonlarga tushuntiring. Shoyatki insonlar sizni orqangizdan zalolatga qarab ketib qolmasin. Agar chiqmaydigan bo'lsangiz, javob qilmaydigan bo'lsangiz, biz sizni kazzob ekanligingizni bilib qo'yamiz o'zimiz uchun. Islomda, dinda kazzobni gapi olinmaydi. Shariat qoidasi bu. Xo'p, Alloh azza va jalla bizdan ertaga qiyomat kunida shajara haqida so'raydimi? Alloh azza va jalla o'zi bizni nima uchun yaratdi? Bugungi kunda insonlar tavhiddan bexabar, kufr shirkdan bexabar, Robbini tanimasa, payg'ambarini bilmasa kimligini. Alloh azza va jalla mana bu holatda bizdan shajara haqida so'raydimi? Insonlar tavhidga muhtoj bo'lib turgan holatida. Alloh azza va jalla bizni o'zi nimaga yaratdi? Bizni yaxshi uylarda yashashligimiz, chiroyli yeb ichishligimiz, yaxshi brendiviy kiyimlarni kiyishligimiz, yoki yaxshi mashinalarda yurishligimiz, yoki xotinlarimizga iPhone 17, Samsung 25, 27, Alloh alam, shunaqalarni olib berishligi uchun yaratdim bizni. Yo'q. Alloh azza va jalla bizni va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Yolg'iz va yolg'iz o'ziga ibodat qilishlik uchun yaratdi Alloh azza va jalla. Illa liya'budun degan joyini Ibn Abbos illa liyuvahhidun deb tafsir qiladi. Ya'ni Alloh azza va jalla bizni tavhid uchun yaratdi deydi. Alloh azza va jalla ertaga bizga nozil qilgan kitobi haqida so'raydi, bizga yuborgan payg'ambarlari haqida so'raydi. Inna anzalna ilaykumul kitaba bil haqq. Mana bu biz sizlarga albatta nozil qilgan Qur'on haq kitob deb bizga oyat nozil qildi. Yoki bo'lmasa payg'ambarlar haqida yawma yunadihim fayaqulu maza ajabtumul mursalin. Alloh azza va jalla bizdan qiyomat kunida so'rayaptiki, men sizlarga yuborgan payg'ambarlarimga qanaqa ijobat qildinglar, qanaqa ergashdinglar? Shu payg'ambar aytgan narsaga ergashdinglarmi? Orqasidan yurdinglarmi? Yoki shayxinglarni, ustozinglarni, yoki xotiningizni orqasidan, ota-onangizni orqasidan ergashib ketaverdingizmi? Men aytgan narsani chekkaga surib qo'yib, yoki payg'ambarni chekkaga surib qo'yib. Mana shu haqida so'raydi Alloh azza va jalla bizdan. Nimaga ozgina aqllarimizni ishlatmaymiz? Insonlar bugungi kunda podpischi yig'ishlik uchun, like to'plashlik uchun, yoki bo'lmasa kommentariy to'plashlik uchun hattoki Alloh azza va jallani diniga xiyonat qilyapti, yoki Alloh azza va jallani o'ziga tuhmat qilyapti. Robbimiz A'rof surasini 33-oyatida mana bugungi kunda insonlar o'zini nafsi uchun o'zlari bilmagan holatda Alloh azza va jallaga tuhmat qilishligi yoki diniga tuhmat qo'yishlikni hattoki shirkdan ham yuqori o'ringa qo'ygan. Mana bu A'rof surasining 33-oyatini ahli ilmlar, olimlar bizga mana shunday tafsir qilib berishadi. U olimlar deganda haqiqiy ahli sunnani olimlari, Qur'on va sunnatga ergashadigan olimlar. Ana u dajjol boshiga 7 metr salla o'rab olib, o'zi nafsi uchun yashaydigan u sotqin, xoin dajjol imomlar haqida emas, Moturudiyman, Ash'ariyman degan imomlar haqida emas. Ahli sunna val jamoa, haqiqiy Qur'on va sunnatga ergashgan insonlar haqida aytayapman. Mana shu olimlar bizga bu oyatlarni shunday tafsir qilib berishgan. Shuning uchun
diningizni kimdan olayotganingizga qarang. Mana bunaqa o'zlaricha chiqib olib, o'zlarini bir brendlarini yoki bir profillarini yulg'izishlik uchun har narsa deb gapirib yuboradigan insonlardan o'zingizni ehtiyot qiling. Ertaga Alloh azza va jalla sizdan tavhid haqida so'raydi. Robbingizni qay darajada tanidingiz, diningizga qay darajada amal qildingiz, payg'ambarga qanaqa ittibo qildingiz, mana shu haqida so'raydi. Allohu a'lam. Yana bitta narsani aytish esimdan chiqibdi. Play Marketga kirasiz. Play Marketda Tafsiri Muyassar degan Qur'on kitob bor. Zangor rasm bilan. Mana shu kitobni telefoningizga yuklab oladigan bo'lsangiz, inshaalloh Robbingizning oyatlaridan xabardor bo'lasiz. Buni muxtasar shaklda Arabistondagi bir qancha ahli ilmlar, olimlar yig'ilishib, mana shunga ittifoq qilib bu Qur'on kitobini chiqarishgan. Allohu a'lam.